Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 19-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda kecha boshlagan alif lam degan darsimizni davom ettiramiz. Kecha esingizda bo'lsa, birinchi qismini o'tgan edik. Bugun esa ikkinchi qismini o'tamiz. Yoki bo'lmasa ikkinchi qoida desak ham bo'ladi, chunki kecha biz birinchi qoida bilan tanishgan edik. Esingizda bo'lsa, kecha birinchi qoidada alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi deb tanishgan edik. Xuddi shu holatni ko'rib turibsiz. Ushbu misolda ham alif lam so'z boshida kelyapti hamda demak so'z boshida kelsa vasli hamza, ya'ni quyidagi so'z a deb o'qiladi. Alifimiz a deb o'qiladi. Bu tushunarli. Endi bugun yana bitta qoida o'tamiz. Ikkinchi qoidamizni eshiting, qarang. Alif lam so'z boshida kelib, mana so'z boshida kelyapti alif va lam. Lamdan keyingi harf, demak bu lam, alif lam so'z boshida kelyapti-da. Lamdan keyingi harf deganda bu lam bo'ladigan bo'lsa, keyingi harf mana z harfi bo'ladi mana. Chunki bunaqasiga o'qiymiz-da. Shuning uchun lamdan keyingi harf z, oldingisi bu bo'ladi. Tushunarli? Endi boshdan qarasak, alif lam so'z boshida kelib, alif lam so'z boshida kelyapti. Lamdan keyingi harf hozir z harfi mana. Lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, tashdidlik degani shu harfning ustida tashdid bor bo'lsa degani. Ya'niki mana hozir tashdid belgisi turibdi. Tashdidlik bo'lsa lam o'qilmaydi. Boshidan qarang. Alif lam so'z boshida kelib, alif lam so'z boshida kelyapti. Lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, lamdan keyingi harfimiz z hamda ustida tashdid bor. Demak tashdidlik lam o'qilmaydi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa lam o'qilmar ekan. Ya'niki e'tibor bering, mana quyidagi so'zda alif lam so'z boshida kelyapti. Buni qanday o'qiymiz? Birinchi kecha o'tgan qoidamiz alif lam so'z boshida kelsa vasli hamza a o'qiladi. Demak bu a o'qilar ekan. A. Endi bunisiga qarasak. Endi bugungi qoidada aytayaptiki, lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, lamni o'qimanglar, tashlab ketinglar, deyapti. Chunki mana lamdan keyingi harf tashdid bor bo'ldi. Demak, lam harfini mana tashlab ketamiz buni. Shuni tashlab ketadigan bo'lsak, bu a o'qiladi. A. Keyin z ga o'tamiz. Az zabadu. Tushunarli? Demak, qarang, oson bo'lishi uchun bu qanday o'qiladi desa aytasiz. Birinchi a deb o'qiymiz. Nega a o'qiymiz? Chunki alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi. Tushunarli? Bu a o'qilar ekan. Lamchi desam, lam o'qilmaydi deysiz. Nega lam o'qimaymiz desak, chunki lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lgani uchun lamni o'qimasdan tashlab ketamiz deysiz. Shunda bu a ni o'qiysizda, keyin lamni tashlab ketib, bunga o'tib olasiz mana. Z ga o'tib olamiz. Shunda az zabadu. Boshdan aytaman, qoidadan qarang. Qanday o'qiymiz siz aytasiz. Birinchi a o'qiymiz buni. Nega? Chunki alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi. Xo'p, bir a o'qar ekanmiz. Lamni o'qimaymiz deysiz. Nega desam, chunki lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, lam o'qilmaydi degan qoidaga asosan o'qilmaydi. Mana alif lam so'z boshida kelib, lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, mana lamdan keyingi harfda esa tashdid bor, shuning uchun lam o'qilmaydi. Ya'ni mana shu l harfini tashlab ketasiz. Shunda az-zabadu deb o'qiladi. Mana bunda ham qarang. Birinchi bo'lib tahlil qilsak, bu qanday o'qiladi? Alif lam so'z boshida kelyapti. Demak, bu a o'qiladi. Bu a ga teng ekan. Endi l ga qaraymiz. L ni o'qilmasligini undan keyingi harf hal qilar ekanda. Tashdidlikmi? Bo'ldi, l o'qilmaydi. Shunda a dan to'g'ri s ga o'tib ketamiz. Shunda as-safaru. Tushunarli? Mana a harfidan bunday o'tib s ga kelamiz. Chunki l o'qilmaydi. Umumiy xulosa qilsak, l harfini o'qilish yoki o'qilmasligini undan keyingi harf hal qilar ekanda. Undan keyingi harf ustida tashdid bo'lsa, l o'qilmar ekan. Umumiy shunaqa tushunsak bo'ladi. Demak, alif lam so'z boshida kelgani uchun bu a o'qilar ekan. Keyin shuni yozib qo'yaylik mana. Bu a ga teng bo'lar ekan. Lam esa undan keyingi harfi ustida tashdid bo'lsa, l o'qilmar ekan. Shunda as-safaru deb o'qib ketdik. Bitta ham shu mana. Bu a o'qiladi, chunki so'z boshida kelyapti. Alif lam birga kelyapti, chunki so'z boshida kelgach a o'qilyapti. L nega o'qilmayapti desa, l dan keyingi harf ustida quyidagi tashdid belgisi bo'lgani uchun l ni tashlab ketamiz deysiz. Shunda l ni tashlab ketib, buni a o'qishimiz aniq. Shunda az-zabadu. Bu ham a, l ni tashlab ketamiz, chunki undan keyingi harf ustida tashdid bor deb qisqa qilib aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu a o'qiladi, chunki alif lam birga kelyapti. A o'qiymiz. L ni tashlab ketamiz, chunki undan keyingi harf ustida tashdid belgisi bor. Shunda as-safaru deb o'qirasiz. Endi qarangda, hozir kechagi qoida bilan bir taqqoslab ketaylik, shunda adashmaysiz. Qarang. Kecha o'tgan darsimizda mana buni o'qidik. Masalan, al-kitabu.
Nega l ni o'qidik desa, chunki l dan keyingi harfda tashdid yo'q bo'lgani uchun l o'qiladi. Agar l dan keyingi harfda mana bugun o'tganimiz tashdid belgisi bo'lsa, l o'qilmaydi. Mana qarang, farqini. Masalan, mana kechagida al kitabu. Nega l o'qilyapti desa, chunki undan keyingi harfda tashdid belgisi yo'q. Tashdid belgisi yo'q bo'lsa, l o'qiladi. Tashdid belgisi bor bo'lsa, l o'qilmaydi. Umumiy holatda shunaqa tushunsak bo'ladi. Shunda buni boshdan o'qib ko'rsak, az-zabadu as-safaru. Tushunarli? Demak, l dan keyingi harfda tashdid belgisi bo'lsa, l o'qilmar ekan. L dan keyingi harfda tashdid belgisi bo'lmasa, kecha o'tganimiz bo'yicha l o'qilar ekan mana. Umumiy shunaqa xulosa qilsak ham bo'ladi. Bunda tashdid yo'q, shuning uchun l o'qilyapti. Al kitabu, mana k ustida. Bu yoqda esa l dan keyingi harfda tashdid bo'lgani uchun l o'qilmaydi. Shunda as-safaru. Tushunarli? Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Hozir yana Qur'oni Karimdan misollar ko'ramiz, shunda yana ham yaxshiroq tushuna olasiz. Mana e'tibor bersangiz, mana bugun o'tgan qoidamiz so'z boshida kelsa deganda, mana oyat boshida masalan, mana 2 raqami turibdi, mana boshida kelyapti. Masalan, bu so'zni boshi mana bunday boshdan ketyapti-da, bu bo'lmaydi bunisi, chunki bu boshida emas. Mana boshi aynan shu yerdan boshlangani bosh hisoblanadi yoki maytdan boshlangani mana boshi. Demak, mana quyidagi misolda o'qisak, mana birinchisi vasli hamza, o'zini mana belgichasi ham kelyapti suvda. Vasli hamza hamda lam, alif lam ya'niki birga kelyapti degan bo'ladi. Alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi degan qoidani o'tdik. Birinchi qoidamiz to'g'ri. Alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi. Demak, bu a o'qilishi aniq bo'ldi. A. Endi e'tibor bersangiz, l bu. Mana qarang, ataylar buni kul rangda berilgan, o'qilmaydigan ranglarida kul rang bilasiz. Endi nega bu o'qilmayapti desa, chunki bizda ikkinchi qoida, bugun o'tgan qoidamizga ko'ra, lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, mana lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, lam o'qilmaydi. Shunchaki buni ar, ro, bu h bug'uq bilasiz, bu m, a, cho'ziq bor, ma, mana o'tdik cho'zish belgilarida. Shunda ar-rohmani. Ko'rdingizmi? Mana o'qiy oldik. Demak, boshdan sintez qilamiz. Alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi hamda lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, lam o'qilmaydi. Shunda ar-rohmani. Tushunyapsizmi? Mana shu holatda o'qiysiz. Sizga yana uyga shu bo'ladi. Xuddi shunaqa so'z boshida kelgan so'zdan mayli ikkita topib kelsangiz bo'ladi. Ikkita topib Qur'onni yozib kelasiz. Mana e'tibor berasiz, bu Qur'onda o'qish juda ham oson, chunki mana ko'rib turibsiz, o'zi rangida berib qo'yibdi. Ham buni ajratish yana bitta yo'li, ostida ham ustida ham hech qanaqa belgi yo'q. Biz aytgan edik, har bir harfning ostida yoki ustida qanaqadir belgi bo'lishi kerak. Agar ostida yoki ustida qanaqadir belgi bo'lmasa, qaysidir qoidaga ishora qiladi degandik. Hamda mana bugun o'tgan ikkinchi qoidamizga asosan lam o'qilmaydi, chunki o'zidan keyingi harfda tashdid bor. Tashdid bo'lgani uchun lam harfi o'qilmaydi. Bu nega o'qilyapti desa, chunki alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi. Shunda ar-rohmani. Shu holatda o'qiysiz. Xo'p, siz Qur'ondan ikkita shunga oid misollar topib kelar ekansiz. Endi kitobdagi bir necha so'zlarni o'qib ko'ramiz. Kitobimizda 61-betda joylashgan ekan. Sizda beti sal farq qilishi mumkin, lekin shu mavzu Xudo xohlasa sizning kitobingizda ham bor. Demak, 61-betda ekan. Birinchi so'zdan boshlab hozir o'qiymiz. Men hozir ekranni yaqinlashtirib olaman. Birinchi so'zga e'tibor beramiz, birgalikda sintez qilib o'qib ketaveramiz. Boshladik. Bu qanday o'qiladi? Bu a o'qiladi. Nega? Chunki alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi. A deb o'qidik buni. Endi l ga qarasak, ostida ustida hech qanaqa belgisi yo'q. Endi undan keyingi harfga qaraymiz. Undan keyingi harfga qarasak, ustida tashdid bor. Bizda qoida bor edi. Alif lam so'z boshida kelsa, demak bu a o'qilar ekan. Lamdan keyingi harf tashdidlik bo'lsa, lam o'qilmaydi. Shunda attaba'u. Shu holatda o'qiymiz. Mana bunisi ham shu mana. Bu a o'qiladi, chunki alif lam so'z boshida kelgani uchun a o'qiladi. Endi lam nega o'qilmaydi? Chunki undan keyingi harf tashdidlik. Shuning uchun l o'qilmaydi. Shunda as-samaru. Bitta chuchuk s harfi bilasiz. Keyin bu belgichalar virgul bu. Bu belgichalar virgul hisoblanadi. Endi keyingi so'zlarni o'qiymiz. Endi buni o'qiydigan bo'lsak, bu a o'qiladi, chunki so'z boshida kelyapti. L o'qilmaydi, chunki l dan keyingi harf tashdidlik. Shunda ad-dakhalu. Bu ham shu mana a o'qiladi, l o'qilmaydi, chunki o'zidan keyingi harf tashdidlik. Shunda az-zahabu. Bunda ham bu a o'qiladi, chunki so'z boshida kelyapti. A
la o'qilmaydi chunki ladan keyingi harf tashdidlik. Shunda arro sodu. Arro sodu. Endi bunisi a o'qiladi, la o'qilmaydi chunki undan keyingi harf tashdidlik. Shunda az-zabadu. Bu ham a o'qiladi, la o'qilmaydi chunki undan keyingi harf tashdidlik. Shunda as-safaru. Bu a o'qiladi chunki so'z boshida kelyapti, la o'qilmaydi chunki undan keyingi harf tashdidlik. Shunda ash-shajaru. Birinchi a o'qiladi, keyin la o'qilmaydi chunki ladan keyingi harf tashdidlik. Shunda as-safaru. Bunda ham shu, bu a o'qiladi chunki so'z boshida kelyapti, la o'qilmaydi chunki ladan keyingi harf tashdidlik. Shunda ad-dararu. Bu birinchi a o'qiladi, la o'qilmaydi chunki ladan keyingi harf tashdidlik. Shunda at-talabu. At-talabu. Bunda ham birinchi bu a o'qiladi, la o'qilmaydi chunki undan keyingi harf tashdidlik. Shunda az-zafaru. mana bunda ham yaxshi e'tibor berishingiz kerak. Bu a o'qiladi har doimgidek, bu la bu o'qilmaydi. Chunki undan keyingi l harfi tashdidlik. Shuning uchun bu la ni o'qimasdan bularga o'tib ketamiz. Ikkalasi ham la ekan. Qarang, allahabu. Allahabu. Hamda bizning oxirgi so'zimiz bu a o'qiladi, la o'qilmaydi chunki undan keyingi harf tashdidlik. Shunda an-nasabu. An-nasabu. Shu holatda o'qiverasiz. Qoida qiyin emas ekan. Bugun o'tgan ikkinchi qoidamiz. Demak, bu birinchi a o'qilar ekanda, bugun o'tgan qoidamiz bo'yicha lam harfi o'qilmar ekan. Nega? Chunki lam harfidan keyin tashdid kelib qolsa, lam harfini tashlab ketamiz ekan. Umumiy qoidani mohiyati shunaqa deb tushunsangiz ham bo'ladi. Siz uyingizga har doimgidek birinchi o'tgan mavzumizni ko'chirib olasiz, keyin kitobdagi so'zlarni yozasiz hamda Qur'oni Karimdan ikkita misol topib kelasiz. Chunki Qur'onni nega qidiramiz? Qur'onda bu kul rangda yoki bo'lmasa jigar rangda berilgan bo'ladi. O'qilmaydigan sifatida shunda qidirsak, yana ham yaxshiroq esimizda qoladi. Shu bilan keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin soat 5:00 da bo'ladi.